transformator orqasidan o'tgan ilmi bilan foydalanib kelyapti. Tushunyapsizlarmi endi? Mazhab kerak emas, oyat, hadis yetadi degan paytda qanaqa xatarga tushayotganligini bilyapsizlarmi? Kim aytayapti oyat kerak emas deb? Kim aytayapti hadis kerak emas deb? Mazhab akalar, shu oyat, hadisni siz bilan biz tushunishimiz oson bo'lishi uchun ishlab chiqilgan bir yo'li. Aqidadan dars beryapman bolalarga deyapti. O'sha broshurani olib aldanib qolgan ukamiz aqidadan dars beryapman desa, bir qori ukamiz siz aqidadan dars berayotgan bo'lsangiz, vahid bilan ahadni farqini aytib bering menga deyapti. Bo'ldi, to'xtadi. Siz qanaqa qilib aqidadan dars berasiz? Neyroxirurgiyadan dars beryapti. Neyroxirurgiya bilasizlarmi? O eng qiyin xirurgiya. Bu bizni oddiy xirurglar bunday yoradi, shassoyin qasr-qusur qiladi, bolg'alarni urib tekizlab qo'yadi. Bu ammo neyroxirurgiya qanaqa murakkab narsa. Bu aytganimizdek, ismni jar olish o'rinlarini bilmaydi. Arab alifbolarini bilmaydi, farqiga bormaydi harflarini, lekin aqidadan tushunadi. Avvalgi davrlarchi mana shu masalada ajoyib edi. Bilol qora aka manaqa debdi desa, o'nadirda. Biradirga ham o'tar edi. Mo'rtutga ham o'tar edi, Alimtevaga ham o'tar edi, Qizilqishloqqa ham o'tar edi. Bitta domlaning gapi o'taveradi, chunki bitta aqida, bitta mazhab edi-da. Kattalar aytinglar, shunaqamidi? Shunaqa edi. Hozirmi? Har bitta mahallamizning mujtahidi bor. Bitta mahallada bir qancha mujtahidlar bor. Men dedi 2 tiyinga olmayman dedi. Ishlarda O'sh shahridagi Alay futbol komandasida o'ynagan odam bormi, qo'l ko'taringlar, professional qatnashgan. Yo'q. Normalmi? Siz hali O'shda Alay komandasida o'ynab, bir marta Qirg'iziston chempioni yoki hech bo'lmasa vitse chempioni bo'lmasdan turib, Zidaningni bir tiyinga olmayman desiz. Endi shu odamdan xafa bo'lish, o'pkalash aqldanmi? Demak, ochkani qop-qorasini taqib qo'yishibdi unga. Ha, u bola qanaqa titul bo'lsa hammasini olgan. Ipriton bitta o'zi olgan. Agar futbolni ozgina tushunsanglar, agar Zidanni tushunmasangiz futbol tushunmaysizlar, ishonaveringlar. Bir tiyinga olmayman Zidanni desa, kulgilimi? U shayxini tan olmayman ilmini desa, shu odam bilan gaplashish kerakmi? Ha, peshorada iskib bo'lasiz. Ana o'tib ham ketdi domlalarimiz. Ha? Sizlar bilmaysizlar bu domlalarda ketganligini, qadrini. Chunki sizlardan chiqqan savol-javob, fiqh masalalarga bizni domlalarimiz javob bera oladi-da, ammo bizdan chiqqan domlalarda bo'lish kerak bo'lgan masalalarning javobini domla berardi. Ha, shu domlamiz ham nima qilmasdi ayrim yoshlar? Sizlar bu domlalarning qadriga yetmaysizlar. Ta o'lgandan keyin o'sha 30 ta sho'rva qaynatyapsizlar. 20 minglar moqtamashdilar. Triggerda 2 tiyinga olmasdinglar-ku. O'lgandan keyin aziz bo'lib qoldimi sizlar?